Bu uyda farqi. Oddiy uyda siz tiqilasiz va judayam kam joy bo'ladi, tomi yo'q bo'ladi. Lekin bu uyda umuman boshqa. Bu uyda basseyn, 3 etajlik bo'lib 3 xonasi bor uy. Birinchi etaj mayda bo'lishiga qaramasdan juda ham shinam. Ikkinchi etaj 2 xonali bor joy, kvartira, juda ham mos keladi. 3-chi etajda esa kim biladi bilmayman-u, ferma. Mana bunda hattoki ferma ham yo'q do'stlar. Lekin mana bunda har narsa bor. Bu yashash uchun juda ham mo'ljallangan. Ana shunaqa uy. Bu uyni qurish juda ham oson. Просто internetga qarab olasizlar, и все. O'zinglar qurasizlar. To'g'ri, men bir sal parcha qo'ygan, lekin bu yerda ferma bor. Shunaqa yerdan qursanglar ham bo'lar-ku deyasizlar-ku. Yerdan qurib bo'lmaydi, ferma. Hamma narsa mana shu uyda hisoblangan, qo'yilgan demoqchi, hisoblangan emas, qo'yilgan. Hammaga xayr. Aytgancha, bu uyda kommentda baholab ketasizlar do'stlar.